nima bu deb o'ylamanglar, qor yog'yapti. Birinchi marta shuncha yil ichida. Bekor turgandan ko'ra aka bironsa qilib ko'rmaymizmi? Birinchi qor sharofatigami? Endi qor desa ham bo'lmaydi-ku, endi qordan ko'ra qorda. Yomg'iranda bo'lmaydi-da, u qarang. Qarang. Ko'rinmayapti-da hozir kadrda shuncha. Kompyuter ishlayaptimi? Ha, ishlayapti. Отпечатка bilan yopiladida eshik. Yopildimi? Конечно, ishadi yo'q. Birinchi qor sharofatiga nimadir qilgimiz kelib qoldi. Kayfiyat shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, muzikani yoki repni yoki vokalni polностью, короче, ashulani hozir yozilish jarayonini videoga olamiz. Qiziq joylarini kesib qo'yib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, ko'rarsizlar, biror nima o'rganarsizlar, может. Tak, akkordlar qanaqa teriladi deb so'rashadi. Endi bitta salpal muzikani teoriyasi salpal emas, anchagina yordam beradi. Biz asosan minor tonalistda teramiz. Tonika, subdominanta, dominanta и tonika. No, постоянно la minorda bo'lavermaydi. Hozirgi bu uchab bergan akkordlarim la minorda. Asosan do minor yoqadi, fa minor yoqadi и si bemol minor yoqadi. No, за исключением, короче, o'zining faktorlari bor. Qanaqadir pustoy. Ideal. Tak, endi ritm tayyor. Endi bunga qanaqadir melodiya qo'shish kerak. Ovoz qo'shaylik. Tak, melodiya. Narsa qo'shsam bo'lar ekan. Ovozgami? Faqat anaqa ovozlicha ingichkalashtirib. Qaniyashni zapis qilaylik-chi? Xuddi qo'yaverasizlar endi. Qiynalib ketdim harfini. She'rini topolmayman, tekstimga kirib olib. Bunimi? Qarang, qanaqa qarib bu? Normalmi? Kim uzrepdagilarda axlat ideyalarga qaraganda, to'g'rimi? Axlat ideyalari bor ularda. Tak, bo'ldi, qarang. Musulkali. Ovozimni ko'tarish kerak-da, orqada qanaqadir ovoz bo'lish kerak. Ovoz bo'lish uchun masalan, ichidaman necha yuz gigabaytlik ham narsa yig'ib qo'yganman. Ko'chani ovozini berishimiz kerak.
Tekst. Qog'oz bilan chiqib keldimi? Olib keling. Topib kelaman, turib. Tak, tekst. 90 tempda yozilibdi. Ha. 90 tempda yozilibdi. Melanxoliyani ham tempidanchi 90. 93 emas, shunaqa 90. Atrofida. Ana shunday oxiridagi aytganlaringiz yoqadi ko'pchiligiga. Oxir Improvizatsiyami? improvizatsiyasi. Shunga o'xshagan narsa qilib ko'rsak. Nima desam bo'ladi adabiyot ramkasida, she'riyat lampasida, nochutda sам по себе прыгну bu не maksimalka, pingim uchta palka nega yozib bo'ldik, zapis ham qilib bo'ldik, Svizeniya ham qabul. svotkani qilib qo'ydik. Endi svotkadacha anaqa nima qildik ekan deydigan narsalar qilingani yo'q. Sarpalash. Shu endi eshitib ko'rasizlar, baho berasizlar. Prosta bugun qor yog'ib edi, shunga qayta shunaqa bo'lib qoldi. Bekor gaplashib turmadikda, nimadir qildik xullas. To'g'rimi yo to'g'rimi? Shunaqa nimadirlardan yana qilishimizni xohlasangiz, kanallarimizga obuna bo'ling. Muzanovani ofitsialniy kanalini ssilkada qoldiramiz, chunki fake'lar ham hozir ko'payib ketdi. O'zim ham 2 marta adashtirib yubordim. Prosta yaqinda yana bitta bomba narsa bo'ladi. Uni aytmaymiz. Ko'rishganda. Omon bo'linglar, yomon bo'linglar. Muzikani eshitib tamom bo'linglar. Qotmaganmiz, otmaganmiz, otganlarni sotmaganmiz, sotganlarni otmaganmiz. Qancha ko'rishmadik, lekin sog'inguncha bormaganmiz. Bahona topmaganmiz, shunchaki xohlamaganmiz. Ko'p nima desam bo'ladi adabiyot ramkasida, she'riyat lampasida, nochota sам по себе прёт. Но bu не maksimalka, pingim uchta palka. Nega buncha zerikarli, axota и рыбалка. O'qigan bo'lardim zo'r qilib radius tekstini. No bilishimcha ukasi ruxsat bermas rostana. Biz internetmiz, bizga ruxsatingiz ham shart emas. Radiusi hurmatidan sizni xohishingiz pastamas. Ok, ranjiganlar bugun o'zini ovut. Axir bu qishga quyosh, bahorga tundan sovuq. Shuncha kutdik qorni, axir bizga bugun mo'jiza. Maska ostida berkitilgan bu tilimiz ojizam. Qancha odamlarga qancha gaplarni aytolmadik. Qancha urinmadik, lekin o'tmishga qaytolmadik. Kurashib bitta rag'bat olmadik. Balki oq qorani kechagida yashab olmadik. Bitta imkon uchun axir qancha tovon to'ladik. Do'stligimizni qidirib tog'ni igna bilan kovladik. Muzlagan yurakni chiqib quyoshda tobladik. O'zimizdan boshqasini sotqin deb hisobladik. Yurakniga aldagan, sotganlarni sotmagan, doim shunaqa bo'lgan va yoqmagani yoqmagan. Oldin o'zgacha bo'lgan, yoqmagani bo'lmagan. Endi shunaqa bo'lgan va yoqmagani yoqmagan. Yurakniga aldagan, sotganlarni sotmagan, doim shunaqa bo'lgan va yoqmagani yoqmagan. Oldin o'zgacha bo'lgan, yoqmagani bo'lmagan. Endi shunaqa bo'lgan va yoqmagani yoqmagan. Yo, tugamadi nega boshqalar rapiga o'xshamadi yoki menda yo ularda qay birimizdan norma noni norma bo'lishiga balki sabab men norma displeyni to'stiqor podoshvagacha ustiqor sovuqni yomon ko'rsamda yuragimni ostiqor rostqor yoqqani sharofatiga bu trek minor 2020 noyabr treki rap